Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kelinglar, bugungi darsimizda C++ dasturlashtiriladiagi funksiya, template va shu kabi narsalar haqida batafsil gaplashamiz. Kelinglar, o'zi asli funksiya nima ish qiladi va nima uchun bizga funksiya kerakligi haqida o'rganishdan boshlaylik. Menda hozircha lokal idea yo'qligi uchun onlayndan foydalanib turamiz. Online compiler deymiz. Hop, programmist ko'ngliki yaxshi. Hop, mana bizga umumiy ma'noda ishlaydigan main kodini yozib berdi. stdni tashqariga chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. Using name space std. Shunda biz stdni shunchaki cout sin deb ishlatib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hop, aytaylik, murakkab masaladan boshlaymiz. Tub sonli aniqlash yoki sonli raqamlar yig'indisidan boshlamaylik. Kelinglar, oddiy holatda sonni juft yoki to'qligini tekshiradigan funksiya kerak bizga. Hop, oddiy holatda 3 ta son kiritiladi. Int a, b, c. Nima qilamiz endi? A, b, c sonlarini bir qatorda bo'shlik bilan kiritib olamiz hozircha va biz hammasini juft yoki to'qlikka tekshirib chiqishimiz kerak. Juft bo'lsa true, juft bo'lmasa false deb chiqarib berishimiz kerak. Masalan, oddiy holatda chiqarish mumkin. 1 yoki 0 deb cout a foiz 2. Xo'p, shunda a sonimiz agar toq bo'ladigan bo'lsa 1 chiqadi, aks holda 0 chiqadi, juft bo'ladigan bo'lsa. Biz shuni aniqlab olishimiz mumkin yoki if sharti bilan berishimiz mumkin. Lokaldan ko'ra ozgina sekinroq ishlaydi. Hop, sonlar kiritamiz. 1, 2, 3. Mana. Demak, bu toq son. Agar aksini qilsak, masalan 2, 3, 4 bersak, mana 0 chiqyapti. Ya'ni bu juft ekanligini aniqlashimiz mumkin. Bunaqa masalada juda ham sodda ko'ramiz. Endi aytaylik, 3 chala sonimizni biz hop tublikka tekshirishimiz kerak. Tub son bo'lishi uchun. Kelinglar, tub sonni aniqlashda bir nechta algoritmlari bor. Squared, ya'ni ildiz ostida masalan son 10,000 bo'ladigan, 10,000 gacha son bo'ladigan bo'lsa, 100 ta dona sikl bilan aniqlash mumkin yoki 10,000 ta bilan. Biz hozir maqsadimiz algoritm bo'lmaganligi uchun, mavzu tushunish kerak bo'lganligi uchun, mavzuni tushuntirish uchun kelinglar, hamma tushunadigan oddiy algoritmdan foydalanamiz. Tub sonlarga tekshirish uchun o'ziga va birga bo'linadigan son tub son deyiladi. Bo'ldi. Agar for bilan yozib chiqamiz. For ozgina Python sintaks aralashib ketadi. Hop, int i barobar o'ziga va birga, faqatgina o'ziga va birga bo'linishi kerak. 2 dan boshlab va o'ziga bo'lmasak, ya'ni 1 va o'zi. Demak, 1 bilan o'zini orasida 2 dan boshlab n-1 son bor. Ichidagi birontasiga bo'linmasligi. Demak, 2 dan boshlab kichik n gacha. O'sha bizda a sonigacha plus. Xo'p. Shu oralig'da a soni biror marta i ga bo'linmasligi kerak. Xo'p, agar a sonimiz qolsa i ga 0 bo'lib qolsa, demak bu biz tub son emas. Ya'ni bo'linib qoldi. Tub sonlar mana shu oralig'da hech qaysi biriga bo'linmaydi, bo'linib qoldi. Xo'p, endi aytaylik, bo'linib qolsa, flag berib ketaylik, ya'ni belgi. Masalan, mana bu deymizda, hop, is prime deb qo'yamiz. By default true bo'lsin, ya'ni 1 bo'lsin. Hop, ya'ni aytaylik, bu tub deb tasavvur qilib turamiz. Agar mabodo birontasiga bo'linib qolsa bo'ldi. Qo'rqmasdan is prime'ni false qilib qo'yamiz bo'ldi. Shu bilan agar o'sha is prime belgisi is prime true bo'lsa, demak nima qilamiz ekranga? Cout hop, a soni yoki a soni tub deymiz. Mana tub bo'lsa chiqadi, tub bo'lmasa hech narsa chiqmaydi ekranga. Hop, runni bosamiz. Hop, sonlarni kutyapti bizdan. Hop, 5, 7, 9 kiritaylik mana. 5 soni tub, rostdan tub son 5. Hop, 10, 2, 4. 10 soni tugmasi uchun hech narsa chiqmadi.
Hop, bu bitta algoritm ketdi. Endi xuddi shu narsani, 2 marta takrorlashimiz kerak bo'ladi pastda. Yana for bilan yurib chiqamiz. Ctrl C, Ctrl V. Endi faqat buni b bilan tekshiramiz. 2 dan b gacha. Mabodo b bo'linib qolsa, is prime da mana yerda alohida e'lon qilmaymiz boshqatdan. Is prime da yana tub deb tasavvur qilamiz. Keladi. False bo'lsa, o'sha b soni tub son bo'ladi. Chiroyliroq chiqish uchun /n qo'yib qo'ysak, keyingi qadamlarda yana chiqib keladi. Xo'p, endi davom etamiz. Xo'p, keyingi etapida yana xuddi shuni kopirovat qilamiz va yana davom etamiz. Endi b da tekshirib bo'ldik. Endi s uchun tekshiramiz. 3 ta son uchun s va s. Va mana bu yerda to'g'ri ishlash uchun is prime da yana 1 deb qo'yishimiz kerak. Mana endi agar tub sonlar ekranga chiqadi. Run'da bosamiz. Xo'p. 1, 2, 3. 1 soni tub, 2 soni tub, 3 soni tub. Xo'p, mana bu 1 sonini hozircha exceptionga kiritib turamiz. Chunki o'zi asli 2 dan boshlanadi. 2 dan boshlanadi. Biz by default bunday deb ketyapmiz. Qo'shimcha shart ham kiritib ketishimiz kerak. Masalan, and a katta 1. Bu yoqda ham and a katta 1. Endi buni b deb qo'ysak bo'ladi. Bunisida b ekan, buni ham b deymiz. Xo'p, bunisini s deymiz. Bunisini boshida and a katta 1. Xo'p, endi tugmani bosib 1 2 3 tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bunaqa check case'larda edge case deyishadi. Masalalarda odatda shunaqa joylarda xato chiqadi. Ya'ni dastur umumiy holat uchun to'g'ri ishlaydi, ba'zi holatlarda xato ishlab qoladi. Mana 2 soni tub, 3 soni tub rostdan. Xo'p. 10 1 13 mana. 13 son tub faqat bo'ldi. Endi qaranglar, dasturlash o'zi asli nimanidir ishni takror qilish yoki ba'zi bir qiyin ishlarni kompyuterga qildirish istagidan kelib chiqqan o'zi asli. Bunda ham qaranglar, lekin bitta ishni qayta qilyapmiz. Biz o'zimiz bajaryapmiz. Shuni bir xil qilgan joylarini kamaytirish mumkin. Shu narsani hosil qilish uchun funksiya degan narsa e'lon qilingan. Ya'ni funksiya degan narsa yozib chiqilgan. Birinchi shu dasturchilar qarasa bitta narsani qayta yozyapti. Shuni tepaga bitta yozib chaqirsak bo'lmaydimi deganda o'sha yerda funksiya degan atama hosil bo'lgan. Kelinglar, mana bu yerda funksiya yozishda boshlaymiz mana. Bo'ldi. Xo'p, nima qilyapti bizga? Boolean qiymat qaytarib true yoki false. Bool deymiz. Bo'ldi. Is prime degan funksiya yaratamiz. Nima qabul qiladi? Int son qabul qiladi. Bo'ldi. Int son qabul qiladi. Men bunisini pastga tushirib yozaman odatda. Xo'p, endi sharti. Bu funksiya qilib yozish yana ham oson. Shart berdik, agar n sonimiz 2 dan kichik bo'lsa bo'ldi. 0 da qaytaraver, bo'ldi. 2 dan kichkina bo'lsa tub demaymiz. Men manfiy sonni ham 1 da ham. Bo'ldi. Undan ketgandan keyin bo'ldi. For ni boshlaymiz. Int i barobar 2 dan i kichik n gacha i plus. Mabodo agar o'sha n soni i ga bo'linib qolsa, bunda ham flag qo'yib o'tirmaymiz-da. Bo'ldi, bitta bo'linib qoldimi? Bitta bo'lsa ham bo'luvchi bo'lsa false ketadi. Bo'ldi. Mana bu shartdan o'tdimi? Demak, oxirida bu tub sonni qaytarishimiz mumkin. Mana bizga tub son shaklida yozish algoritmi. Qaranglar, tasavvur qiling, mana buni o'chirib turdim. Xo'p, taxminiy kodimiz necha qator? 40 qator bo'libdi. Hozir almashtirish qilamiz. Qancha bo'ladi mana? Demak, primelikka tekshirib berdik. Endi 3 ta sonni qabul qildik. Mana buni tekshirish uchun nima qilamiz? Shunchaki mana buni olib tashlaymiz, endi kerak emas bizga. Is prime degan funksiyaga shu qiymatini beramiz, bo'ldi. Bilan true bo'lsa asonni chiqaradi. Bu qismi ham bo'ldi, kerak emas. Qo'shimcha o'zgaruvchi ham boshqa ham kerak emas. Xo'p, bunga b ni beramiz. Bu ham kerak emas. Xo'p, s ni beramiz. Xo'p, oxirgi bitta testimiz 11 3 ekan. Xuddi shunday natija chiqadimi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Kod degan qaranglar 40 qatorni 14 qatorga aylandi va mana bular ham qaranglar bir xil is prime degan funksiyani chaqirayotgani, shunchaki qiymatlar o'zgarib ekranga chiqayotgani ko'rinyapti. Xo'p, run tugmasini bosamiz.
Xo'p, mana 10, 1, 13. Mana 13 son tub. Natija o'zgargani yo'q. Xo'p, mana endi bizning kodimiz soddalashdi. O'qishga, ya'ni boshqa odam o'qishga yoki tushuntirishga soddalashdi. Ikkinga e'tibor qilgan bo'lsalaring, bir sonida xato ishlaganda dastur, bir sonida mana bu qismini olib tashlaymiz. Mana tasavvur qilinglar, run tugmasini bosdim. 1, 2, 3. Mana xato ishladi birda. Qaranglar, birda xato ishlaganda ko'rgan bo'lsangiz 3 ta kod jo'ytimga uchalasiga ham a katta 1, b katta 1, s katta 1 deb 3 marta o'zgarish qildim. Agar 50 marta yozganimda 50 ta o'zgarish qilardim. Funksiya qilib yozgan jo'ytimda xato aniqladimmi? Bo'ldi. Kelaman. Agar deyman, demak o'sha n 2 dan kichkina bo'lsa 0 qaytarib yuborishim kerak ekan deymanda, nuqta qo'yaman. Shu bilan men 50 marta joyda o'zgartirish qilmaymanda, bitta joyda o'zgartiraman, chaqirgan hamma joyda o'zgarish qiladi. Funksiyani eng muhim joylaridan bittasi kodni qayta-qayta yozishda oldini oladi, keyin bitta muammo chiqqanda hamma joyda ko'rib chiqmasdan bitta joydan tuzatish imkonini beradi. Funksiya mavzusi bo'yicha eng minimal holatdagi shu. Endi turlari boshqa darslarda ham darslar ko'p. Bool qaytarish mumkin, string qaytarish mumkin, boshqa narsa qaytarish mumkin, oddiy void bo'lishi mumkin, hech narsa qaytarmaydigan va hokazo. Qolgan mavzularda video darslar ko'p. Men hozircha o'zi asli umumiy maqsadi nima, qanday maqsadda ishlatish haqida qisqacha tushuntirib o'tdim. Keyingi darsimiz template'lar haqida bo'ladi.